Sizdir yar yar salam qadrli qudalarni hammamiz chiroyli qilib to'yimizga taklif qilgan bo'lsak aziz mehmonlar, xush kelibsizlar qadrli Mo'ng'ullikning yo'li bilan ketgan qadrli yurtdoshlar, qadrli qudalar. Qudalarga mangulik bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Qani to'yimizga qadrli mehmonlarimizni marhamat deb dasturxonimizga taklif qilamiz. Aziz mehmonlar, mana bizning yurtimizda nihoyatda bir cho'ng xo'shalik, cho'ng bir tantana. Chunki necha vaqtdan beri alqandek yurt bo'lgandan keyin o'shunday baxtiyor kunlarni yaratib, o'sha kunga yetkazgan Allohga shukrchilik bilan billa biz Malik bilan Mufarraq, Zaynodin bilan Shadiyamning bolalari ishga yetibdi. To'y qildika, yurt atlab ketmay, yurtimizda cho'ng xo'shalik, o'zimizning bolalarimizga degan mish-mish paranglar bilan bu kunlarni nihoyatda uzoq kutdik va o'sha kunlarga shunday yaxshi kunlarda yetib o'tirmiz aziz mehmonlar. Albatta bu xo'shalik faqat mushu ishga avlatma emas, butkul yurtning xo'shaligi, hammamizga o'rtaq bo'lgan xo'shalik damlari muborak bo'lsin. Qimmatli vaqtlarni bo'lib bugungi kunlikda mushu akadrimizning farzandlarining eng ulug' to'ylarini ta'minlashadi deb kelib turgan sizlarga ming rahmat. Barchalarga xush kelibsizlar aziz mehmonlar demoqchimiz. Bizning qaydi yo'sini bo'yicha bizning dasturxonimizda eng o'zlariniki iliq tilak va duolari bilan ichib bergan yurtniki boshlamchilari bor. Shunga hozir men dasturxonimizni ichib berish uchun so'zni o'tini yurtimizning o'zigit beshi Shamrat Ingirovga so'zni o'tman degan bo'lsam, rahmat aka, bu yoqqa kelib o'zingizning yaxshi tilaklaringiz bilan bugungi to'yimizni boshlab bergan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli yurtim. Güzel oluşturma xalqi, mana bugun o'smo yurtimizda bir xo'shalik bo'lib turdi. Har qachon mana shunday to'ylar bo'laversin, yurtimiz yaxshi bo'laversin. Yurtimiz gullab, oldiga mangelaversin. Yurtimizda har qachon qadrlanlik bo'lsin. Hammamizning uyida to'y bo'lsin. Bugungi mana to'ylarimiz muborak bo'lsin. Zaynodin, Malik, sizlarni mana bugungi xo'shalik kuninglarni tabriklaymiz. Rahmat, qanaqada aziz mehmonlar, yigit beshimizning yaxshi tilaklardan keyin yigit beshi bizni alg'i boshlasin, aytgan so'zi uning bizga bir boshqa. Yomon ishni aqlimizga tashlatsin, baxmay yetsin qirg'imi va yashqa deb, albatta yigit beshining aytgani zangdir. Oldinga qo'yilgan nazm ne'matlar bilan dasturxonimizda o'chiq deb chokalaymiz. Piyolaga choylarimiz qo'yilsa,
Qadaklarimiz to'ldirilsa, o'zaro bizni danishib o'taricha, jutki cho'g'aning qarori bo'yicha bugun mal guruchlab qo'yamiz, to'y tatib kelayotgan ekan, shu bugun qidimida kelayotgan yaxshi bir asta o'tib ketmagan to'ylarimiz rivojlanib, mana 3 kunlik to'yning yiqitisi bilan mana shunday jutumizda jaranglab to'ylar o'tgan turdi, hurmatli mehmonlar. Bugun to'yning boshlanishi. Shunga qudlar bizni anglayotgan bo'lsanglar, bugun nima aytgan ekan? Sen qudlar deb turay, qarindoshlar. Atva setilmaslarga. Barliq akagan narsalarimizni, adamchiliklarni, qizning atadigan narsani to'yning boshida qo'yib turmiz. Dasxala desa egizligi turadigan bo'lsa, unutgan biz to'yni qonuniy ravishda yaxshi taklifimiz bilan boshlaymiz deb qarshi qarorni olgan edik. Shunga hozir men barliq narsani ataydigan, beradigan narsani berib ketib to'yimizni boshlagan bo'lsak deb turibman. Marhamat Shajamada avval to'yning jut bilan, yigit boshlari bilan selgan eliq-seliqlari bilan jutning oldi bir qurban narsani atayotsanlar, unutgan biz bu qizimiz tarafdan tayyorlagan bar narsani sizlarga atab o'tkazib berayotgan bo'lsak, unutgan to'yimizni so'zlarimiz bilan davom qiladigan bo'lamiz. Marhamat. Yurttaşlar mana bugün intayın yaxshi bir to'ylarni boshlab o'tiribmiz. Mana bu o'sma bolalarımızın insaviy o'qib, o'qishlarini, ishlariga o'rnashib, mana qo'ldan deb burunqi an'analarimiz bo'yicha to'y qilib o'tiribmiz. Endi o'zimizning urf-odatlari bo'yicha mana bugün akagan qizimizni siliqlarimiz deymiz-ku, pодаркlarimizni topshiraylik, chunki qabul qilinglar. Endi biz atab beraylik. Bu sandıqni kimga aç qizimiz birinchi? Sizlar tarafdan açıldı, kız tarafdan açıldı. Kimga beramiz? Mamsıga mana. Sandık açqın üçün. O'sha men atab beraman. Birinchi atliqni. Mana o'zinglar hammamiz bilamiz, yurtdoshlar. Mana cho'ng to'yda hammamiz aytiladigan narsalarni bilamiz-ku. Buni datsiga atliq debdik mana. Atlig'imiz. Bunu mufaraqqa mana beqib qoqdi, cho'ng qildi deb anlig'imiz. Bu ishkafning mamsiga mana o'xshash kardigan jemperlarimiz. Jigrimtal lo'ngimiz. O'zimiz jut neyimiz sepagan bo'lsa, seliqni shuni hammasi o'sha ichida. Jigrimtal lo'ngimiz yog'liqning o'rniga. Jaketimiz 10 tal. 10 tal jaketimiz. Erlarning ko'niga mana burunqidek 4 tal. Şunu. Endi qolganmish dasturxon qo'yilgan nima narsa bor? Melimiz bor, gurchimiz bor, ishimiz bor, hamma nimamiz mana shu sirtqa chiqmadik, hammasi bor mana mishada. Qizimizning kiyimlari. Endi hozir qizlar kiyimsiz emas, bu qiz hozir kunda bir kun kiydigan bo'lib ketdi. Mana shagamning qiziq atgan kiyimi, qolgan bo'lsa o'zi borgan xolab yana kiydi mana. Mana bosh kiyimlari mana qizimizga. Yoqlar ham turib biz kelgan choy berib turib yoqlar ichdik. Bol tatlı tuturum her bildiğimiz şeydi. Endi neyim deysizler? Baha verirler. Ay verirler bakanı kançaları verimiz. Az baha bir kalınlar demeyimiz. 15 lisanla verir. Boptu rahmet sizlerine. Yaxşı başlanıp çıraylık durursun. Fakat doymay öttüm güzine. Yek bağrım su buldu süzünge. Fakat doymay öttüm güzine. Yek bağrım su buldu süzünge. Bu alemde olmayan üzülme. Eğer yaksan yüzlerimizi. Bu alemde olmayan üzülme.
emesmo jürgümni yaratdım Sen emesmo jürgümni yaratdım Vücudumga hararetler tarattan Kurban bulayım aşığım bilen güzelinden Vücudumda hararetler taratkan Kurban bulayım aşığım bilen güzelinden Sağında gidip candım gideceğime Dünyada senin bilen gideceğime Sağında gidip candım gideceğime Dünyada senin bilen gideyim Şürgünni işki kullatma Vaklık bizi bulgin bu yeniden Şürgünni işki kullatma Varlık bizi bulgin bu yeniden Varlık bizi bulgin bu Güzel hanım, anlarımızdan hem istiyoruz tutarımızga, hem anlatörümüzge takip kılımız. Bu şekillerde yaratıp, bu şekillerde yetkizgen Allah'ın sağsı şükürler bana törde. Nevirlerin o toylarda sözlep tuğanı özü bir rengimet. Allah egen bu şunda. Hoşalık demlerini köp kısım. Hudayın birisi çevrilen o toylarda. Bu şunda yakşı tileklerle törde otağına Allah egen nesip kısına. Anlarımızdan barçı törümüz kiripti aziz mihmallar. Sağ küçükten tahir tutulan olsak. Kınalıqda aziz mehmonlar, qadahlarimizni qo'yib qo'ygan bo'lsinlar, sal kichkina diqqat bilan bizga o'tirib bergan bo'lsalar, chunki barcha bugungi to'yimizdan to'rdan o'rnagan cho'g'imiz maydonga kelib turibdi. Davr to'ylar muborak bo'lsin. Umr yishinglar uzoq bo'lsin. O'shanda xushalik damlaringlar ko'p bo'lsin. Faqat sizlarga salomatlik tilagan so'zlar aytib cho'g'larimizdan bo'lgan Guzamxon onamizdan so'zlardan boshlab qolsak. Marhamat. Mehmonlar, xush kelibsizlar. Xudo kelingga muborak bo'lsin. Malik muborak, kuyovlar muborak bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Men o'zim opamdan etni qo'yib qo'ygan. O'ylab bo'lsin, boray deb keldim. Şu 2 yosh baxtli bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Oldin mal bo'lsin, keyin Aldın bağlasın, keyin mallasın, baxtlik bo'lsin. Mendaymiz hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana shu to'ylarni ko'ngildagidek o'ynab yeyishib, xushal-xuram qaytishinglarga tilakdoshmiz. Endi ikki xudining to'ylari muborak bo'lsin.
2 yaş bəxtli olsun, ömür hayat kol tutuşup ötüp gelsin, hep Alman kurgan semiyelerde olsun. Aziz dostlar to'yinglarga mübarek bo'lsin. 2 yosh birga bo'lib baxtli bo'lsin. Aziz dostlar to'yinglarga mübarek bo'lsin. 2 yosh birga bo'lib baxtli bo'lsin. Xuşalligim mening ko'nglimdagi sirni ko'rib tursin Allah. Ishkisiga yurakning turolmas to'ylar. Maktabga ishki qo'l hayosida o'tar. Aziz do'stlar to'yinglarga muborak bo'lsin. 2 yosh birga bo'lib baxtli bo'lsin. Aziz dostlar to'yinglarga muborak bo'lsin. 2 yosh birga bo'lib baxtli bo'lsin. Birga bilan bir asir yeni qurgan oyildek. Razil bo'lsin qarindosh elga salom bilan. Xushal bo'lib ketdi ko'pliga farzand bilan. Aziz do'stlar to'yinglarga muborak bo'lsin. 2 yosh birga bo'lib baxtli bo'lsin. Aziz do'stlar to'yinglarga muborak bo'lsin. 2 yosh birga bo'lib baxtli bo'lsin. Muborak 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 bo'lsin. Aziz mehmonlar, lezzetli taomlarimiz tatlagan bo'lsa, shu tamahladan beqishqa shu tag'am bo'lsanglar, biz albatta qarindoshlarning nomida so'zni o'tini boshlab qo'ygan bo'lsak, cho'ngimiz Sharif akamizdan so'zni aytib kelib qolgan bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Çoğundan yetişkatti, hanım yakışıklarını, yaşlarını, şöyle Malik, Mubarak, Zeyndim, Şadiyem, toyunlar mübarek. Assalamu alaikum Aqdasxon mehmonlari. Assalamu alaikum Aqdasxon egalari. Mana bugun 2 yoshga arnab o'tkazayotgan to'y muborak bo'lsin. Chin dilimizdan qizg'in tabriklaymiz. Qiz bola boshqa yurtning omonati degan mana shu ekan. Mana bizning gulimiz, bizning qizimiz, bizdan katta, Xudo sizlarga yetdi.
Sizlerning öydün muhabbetini, bəxtin tapdı. Bizning gülümüz bəxtlik səfərге chiqdi. Aldıda onu yeni qarindosh, yeni tuqqan, yeni do'stlar kutib turdi. Ular bilan til tepishib, o'rganib, singib ketsin. Hepimizning mehribonligi, ko'yimchanligi, mehmondoshligi, bilimchanligi, onunki xalqi mijozining silliq sifayligi, ig'ir besiqligi onunga degan hurmatimizni texma oshirdi. Qiz bola turmushga chiqqanda men baqa yerimni baxtli qilman deydi ekan. Hepimizdan baxt akasin yangi uyga bo'lsin mehribon xushchiroy kunda. Basqan izidan gullar yechilsin. Shahidin bo'lsin jutning farzandi, aqlig'ay jutining dugasin endi. Baxtli 2 yoshqa tan ko'tasini salganni taqdir boshqa. Bir-birini azizlab yo'lab o'tsin, shodlikqa bo'lab o'tsin. Balalik farzini ado etib, ota-ona qarzini to'lab o'tsin. Rizqi butun, baxti zo'r bo'lsin, yaxshi urpaqlarni akasin. İki avlod bo'ldi bugun qarindosh, oq niyat bilan dastga yig'ash. 2 yoshning baxtini tan ko'rayli, 1000 yillik quduladin bo'layli. Urug' tuqqan qarindosh, do'st mehmon, naqsha etib usul o'ynab kuling bugun. 2 yoshning to'yi bugun. Muborak bo'lsin to'y. Yüzümle abbak dediler, yüz abbakam yar yar. Kulağına yaşarımız. Toyumuzun. Qadrli mehmonlar, aziz qarindoshlar, albatta biz ko'pdan beri tashnalik bilan kutayotgan mana bizning yoshlarimiz maydonimizga kelib turdi. Bugun mana jutimizda nihoyatda cho'ng bir xo'shallik. Bugun 2 yoshdagi o'zaro natonish insonlarni bir-biriga qarindosh qilib, ming'illikning izlasi qilib, yotlarni tuqqan qilgan kuni. Yigitimizniki hayotda o'zniki kuyog'i degan nomni atagan kuni. Eng balliq davrlarda birga qizg'aldoq bo'lib o'sgan eng esil qizimizniki bir avlodning bu sig'isini o'ziniki majburiyati bilan atlab kelin atalgan kuni. Qiynalmoqda qadrli mehmonlar, necha vaqtdan beri, boyaqi o'tayotgan minut soatlardan beri kimning qizi desa, Malik bilan Mufarrahning qizi deb havas bilan qarashganlar. Qiynalmoqda bugun maydonimizga kimning o'g'li desa, Zaynodin bilan Shajamniki Batur yigitimiz, o'zimizniki yaramliq o'g'lonimizning biri Shahidin deb quloqlarining cheklariga gullarni qisqab qarashganlar. Hammamiz havas bilan kutayotgan yoshlarimiz mana maydon kelib turdi. Undaqda bugun biz qizimizni o'zining qutlug' diyoridan, o'zining tug'ilib o'sgan eng ulug' makonidan yana bir avlodga uchirib o'tagan eng bir esil kunlardan biri. Biz cho'nglarimizning duosi bilan qizimizni o'zining ömürligim deb taqilgan jufti bilan yo'llariga yaxshi tilaklar bilan o'stib qo'ygan bo'lsak, to'ylarimiz bundan davomlashadi. Bundan keyin qolgan barcha yaxshi tilaklarni ishga nomiga yigitning oilasida aytadigan bo'lamiz. Hozir biz cho'nglarimizning eng esil tilak, eng esil duolari bilan axyo'l tilab yo'llariga sep qo'ygan bo'lsak, mikrofonimizni cho'nglarimizdan
Anlarımız geldi mi meydanğa? Törümüzge barçoğuna. Sözlerimizden beşini başlayan atlarımızdan dugası bir başka aziz mihmanlar. Şuna anladığı başlamay barlıq nərsini. Atladığımı yaxşı tiləklər kep qalan olsun. Rusbakiyevla avladıdan, Mirzalimovla avladıdan çoğlarımızda bo'lgan, başlamçı bo'lgan atalarımız, ishga avlati bo'lgan atalarımız barchalar atalarni qo'shilib kelsin. Dugalarını beringlar yoshlarımizga. Şehidin ömrüne uzak olsun. Bir nikalah bulunla. Çıkanı tutkan kolu uzun olsun. Ata-anamın ki öyüne nevru basın, korasına mal basın. İnsan Hudayın burada bu sütunla oynaska nesip kısın. Mangan yoluna tuz bulsun, tapkan tabiysınla muz bulsun. Ata-anamın ağzını toğru ötmemler. O oyunun, bu oyunun sözünü tozmamlar. Adamlar uçuk olsun. Suyuna yiyik olsun. Degen maksatlarına yedinler. Bunca sal, kapkan nevirleri, botkip kaldı anımız. Hepimiz ama uşuna kıyırıklayımız. Krutaya babuşka közde açki kol bel dolduğun mamaylardan bok kaydığı Hudayın dostum. Jığılmayınız ha. Tileklerimiz boldu, yolunda bolduk mu, atalarımızda bir duga boğan bolsa, yaşlarımızga duga berip koygan bolsanlar. Atalarını silap, yaxşı semiyelerin bolsun Allah kalsın inşallah. Balarımızı dua kılarak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Ya Allah, ya Rabbim. Maşallah balarımızdan Allah bektin bekse. Allah maşallah. Hakkı bir değerli innen kuntum minez zalimin. Hana dafu zulümete ele innen kuntum minez zalimin. Maşallah ömür ve yaxşı bir semiyelen bolgan Allah nisip qilsa. Meşet o'tagan bütün narsalarni Allah salomat emasdan hammaga kelgan to'yga bitamni Allah ömrüni salomat xotirjam qilsin. لا إله إلا الله شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة رحمتك يا الله. Sevip durup kendinizden içip koygan bolsanız, sizdek baxtlik anı yok bolsa gerek. Çünkü öz anı jutunuzdan, özünüz bilgen, at kuygan, anı kuygan bir aileden özünüz bir kelinni, kızıl gülni kolunuzga kondurip otursiz. Tanıştırıp başta juttundan soň balalarımızı gelen hamısı elinlar. Hamısı jut taşladı. 3 minutla soyuladığan ruhsat veriyor. Onlardaki kayıtıda yaşlarının aldın boşta bizi gitip verenlerden ki biz sular kayıtıp koyduğun olmaz. Tebrikler olgan bolsa, mana bugün ikadan ötüp kanunlu ravishda er ayol atılıp, özümüzün jutuda, özünün koluga bir mecburiyatni elip durup şahidin amanet qilgan özünün ömürlük juttuğunu aldım, amanetga xiyonat qilish yo'q deydi. Oğlumuzdaki itoat tatletleri sizlerge ırız bulup darsun. Barlıq yaxşılıklarını tilaymiz. Size bizde jut bilen tahirlengen en isil farzandlarının biri. Çünkü ata-analarının bakkan kakkını aklap, aşlarının ecrigi yeteyli dep, avaşlarının gazlığını ilip, bugünkülükte bir kolonlarını iş kıtıp doğan en isil farzandlarının biri. Sizlerge mışmışlar bilen özümüz mü anlatmağa yerimiz var. Israpçılıklı yol vermeyin. Özümüzün jutumuzda qanday yaxshi hazır zamanımız qilmas, предложениен yasaganning o'zida tartibning qanchalik muqim kelganini biz ashonda baholdik. Aprin sizlarga yoshlarimiz baxtli bo'linglar, bor bo'linglar. Bizning aytgan har bir so'zlarimizni quloqlaringlarga, oltin sirg'a deb qisinglar. Mana mamlaringlar, cho'nglaringlar sizlarga yaxshi duolar bilan tilaklarim beribdi. Ashlarning hammasi sizlarga hasilab, sizlarga ro'naq bo'lib darib ketsin. Suyimli shogirdlarimiz aytgan har bir shu so'zlar Ballıqlar, o'sha uyda o'tkazgan sho'x kunlar aqsini qoldi hepizam. Bundan bo'yiga barliq narsani kanjataylarga amonat deb tashlab mangizlar. Baxtli bo'linglar, aman bo'linglar. Yoshlarimiz sizlarga faqat baxtli kunlar ko'plab yor bo'lsin. Sizlarga o'zimning yo'limdadim ko'p baliq bo'linglar. Chiroyli hisoblarga chiqib qolinglar.
Günündaqta 2 yaşqa qattiq sadalaryňa bilen çabaklarlaryny urup durup baxt tilep Tepizam kızımızdı qutluk ziyaretin üçün qutlu qoygan bolsak, hörmetli mehmanlar, merhamet yaşlarımızga ahiyot tilep söp qo'yaylik yollarımızga. Ertegiçileri var, bugünlük yana toylary var. Yaxşılık demlerde görüşkiçe baxtli bolinglar. Ahmet bolinglar. Merhamet. Вообще hepizam aqsa qaratma. Kettim ay minim yaşlıdır Sebilgin dılında küyen Negi kettim ay minim yaşlıdır Sebilgin dılında küyen Negi kettin vay minim yaşlıdır Yaşlık desem yok sen kışımda Azap buldu vay minim dişim vay Yaşlık desem yok sen kışımda Azap buldu vay minim dişim vay Samanlık ne çıllap işim var Negi kettin vay minim yaşlıdır Samanlık ne çıllap işim var Negi kettin vay minim yaşlıdır Nevrem tixi jügürem Hoşçal çiğekmidi Jürgümde oda tixişmidi Nevrem tixi jügürem Hoşçal çiğekmidi Jürgümde oda tixişmidi Hayat şundan aldıraş mı diye Negi kettin vay minim yaşlığım Hayat şundan aldıraş mı diye Negi kettin vay minim yaşlığım Negi kettin vay minim yaşlıdır Rahmet Hammalarga ming bir rahmat başta qimmatli vaqtlarni bölüp maşu Zeynim bilan Shadiyam bilan Faraq bilan Malikni to'yi boray deb kelganinglar ming bir rahmat vaqt bölüp nima deymiz hammamizga ma'lum 2 yosh baxtli bo'lsin eshikisida salomatlik olsun aldı ballık olsun mallık olsun
Hemen nemisi yaxşı olsun. Bəxtlik simyalat olsun. Oşqım kergi yok. Baş biz oxşaş, mali oxşaş, baş biz oxşaş yaşlı bol değil. Salamatlik o balcaqsı olup nemisi oldu. Hemen rahmet. Endiki başı güç toylarda, gelecek toylarda hiç kimden ornu üçmüsün. Başta kipeginin la bolsun. Başta oydanın la bolsun. Hemen la mın bir rahmet. Malik sana rahmet. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aka, hadlar. Hammaga bugun birinchidan o'zinglarning oltindagi vaqtlarini bilib, bugun shu qizimizdan bolamizning to'yiga kelganiga rahmat. Mening daydig'im shu ishkash baxtli bo'lsin. Tutgan qo'l uzmay bir nikol o'tib ketsin. İkiyakның атасының тәң сенсін дегендек ішкісінің саламатлығын olsun. Hemimiz aman болады, жұртымызда осындақ тойлар боле берсін. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Xush kelibsizlar. Bizning yaxshi bilan bo'lishib, kelganiga ko'pdan-ko'p rahmat sizlarga. Alhamdulillah, ma'alaykum faraqlar, ko'pdan-ko'p rahmat. Bizlarni tug'ib, cho'ng qilib, o'qitib, diplomlar yeb beryapsizlar bizga. Şu işki balam baxtli olsun, salomatlik olsun. Assalomu alaykum. Dasturxon mehmonlari. Mana bugun bizning dasturxonga xush kelibsizlar. Yaxshi o'ynab, yaxshi ketishinglarni so'rayman. Mana bugun bizning uchun xo'shalik. O bo'lsin Shahidim balam bilan hepizam qizimning o'linish to'yi. Ashlar nindaymi? Eng yaxshi kunlarni Xudoy nasib qilsin. Baxtli bo'lsin, bog'liq bo'lsin, molliq bo'lsin. Mashhad o'tagan hammanglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Oltindek vaqtinglarni elib mashaga mehmon bo'lib, bizdan xo'shallikni tang bo'lishganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Birinchidan mana shu hamma o'tagan qarindoshlarimga rahmat aytqim keldi. Yaxshi kunimdimi, beshir kun tushgandimi, men bilan tang bo'lishib, mana shu to'ylarimni yaxshi bitira olaylik deb haqiqatan yugurishib kelib, tang mening bilan kuch chiqargan qarindoshlarim, Malikning qarindoshlari, o'zimning qarindoshlarim, qo'shnilarim, do'stlarim hammanglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Zayn aka, Shadiyamada sizlarga ko'p rahmat. Kader yetti, bala yettisi. Rahmet akamağa. Ben seni görüp canım, hem de mutlular buldum, hem de mutlular buldum. Nasıl basıman? Kola akım çıkıyorsun diye yaşayanlara atarı ya da koyduğuz arıp kalan bitmalar.
Ama nakşetimizde ne var? Etimiz vay yoldasın. Fiyat yok mu?